Yoshlar, iltimos shu videoga bee'tibor bo'lmanglar. Hozirgi kunda davolatishga kuchimiz yetmayapti. Toshkentga olib borib shuni yoki obrazin qo'ydirish kerak. Agar tayyor bo'lgan bo'lsa operatsiya qilib oldirib yoptirish kerak joyini. Iltimos qo'llaringizdan kelguncha yordamlaringni ayamanglar. Shu bolacham oyoqqa turib ketishiga bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Rahmat. Azizlarim, barchangiz guvohi bo'lganingizdek, hozirda Muhammadjonga bizning yordamimiz juda ham kerak. Zeroki ehsonning mukofoti barchangizga ehsondir. Shu oilani ozgina qo'llab-quvvatlaylik, Muhammadjonni oyoqqa turishiga yordam beraylik. Karta raqamlarini qo'yaman. Qo'ldan kelgancha 10 ming so'm, 5 ming so'm, 20 ming so'm, 30 ming so'm qo'ldan kelgancha. Qo'ldan kelmaganlar iltimos shu videomizni like bosing, podelitsa qiling, tarqating, boshqa insonlarga yetib borsin. Nima bo'lgan bu kishiga? Televizor tushib ketgan kallasiga 9 oy oldin. Aha. Hozir mana hozirgi paytda o'tira olmaydi. Mana 2 yoshdan o'tgan, o'tira olmaydi. Mana bo'ynini tikka turib, ana tuta olmaydi. Keyin og'zi burnidan nafas ola olmaydi. Ko'rsataylik. Traxostomiyasidan oladi. 9 oydan nafas oladi. Bundan nafas oladi, bu yerdan ola olmaydi. Og'zi burnidan. Azizlar, hozirda Muhammadjon 2 yoshli, o'zi o'tira olmaydi, o'zi harakat qila olmaydi. Mana ko'rganingizdek, nafasni ham bu yoqdan tegishli asboblar orqali olmoqda. Hozirda Muhammadjonni davolatishimizga yana ozroq pul kerak. O'ylaymanki, barchangiz yordam berasiz. Video pastiga shu oilani o'zini kartasini qo'yaman. Biz o'zimizni kartamizni hech qayerda aralashtirmaymiz. Mani boshqalarga nisbatan ishlash jarayonim ozroq boshqacha. Men hech qachon o'zimning kartamni qo'ymayman, faqat o'sha oilani kartasini qo'yaman. Qancha mablag' tushsa faqat o'zlariga tushadi.